Assalomu alaykum. Bugun 2-mart, bizda 4-katalog boshlandi. 22-martgacha davom etadi. Biz 3-katalogda kupon olgan edik. Endi mana shu kuponlarda обязательно aktivatsiya qilib, bu kuponlarga produksiya olamiz va rozыгрышga qatnashamiz. Bu kuponlarda aktivatsiya qilgandan keyin skidkaga produksiya ko'rinadi. Qanday qilib aktivatsiya qilish hozir ko'rib o'tamiz. Demak, Lichni kabinetingizga kirasiz, o'zingiz login parolingiz bilan familiya otingiz chiqadi. Undan keyin kuponi karta degan razdelga o'tasiz. Mana kuponi kartochkani bosasiz. Bosganingizdan keyin sizni kompaniya avtomaticheski ofitsialniy saytga o'tkazadi qizlar. Ofitsialniy saytda o'zingiz login parolingiz bilan kirgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda ham o'zingiz login parolingiz bilan kirasiz. Keyin mana shu yerda ko'tarsangiz, уже aktivatsiya qiladigan kupon kartalar ko'rinadi. Maytda aktivировать бонусные karты deyapti. Demak, men o'tganda bir qator oplata qilingan zakazlarimni aktivatsiya qilgan edim kuponni. Hozir yana oplata qilgan zakazlarimni kuponlari turibdi. Faqat zakazda to'lagandan keyin aktivatsiya qilasiz. Demak, men aktivировать deb bosib, aktivировать deb bosasiz. Keyin maytda уже ko'rinadi. Доступно 3, aktivirовано 3. O'sha kuponni ishlatganingizda keyin maytda использовано bo'ladi. Xohlasangiz подарить qilsangiz ham bo'ladi qizlar. Подарить qilish uchun mana maytda aktivировать bas, подарить deb bosib, kimga podarka qilmoqchisiz, o'sha odamda registratsion nomerini yozasiz. Men hozir aktivировать qilaman. Shunday qilib hammasini aktivatsiya qilib chiqasiz qizlar. Qizlar, aktivatsiya qilib bo'lganingizdan keyin korzinangizga tushasiz. Korzinangizga tushib turib, keyingi qiladigan ishingiz выбрать aksiya degan joyga o'tasiz. Mana shu yerda kuponlaringizni ko'rasiz mana. Kuponlaringiz qaysi seriyadagi qaysi produksiyani qancha % skidka bilan berayotgani ko'rinadi. Misol uchun maytda nechta produksiya olishingizni ham ko'rsatadi. Demak, уход за кожей 55% bilan 3 ta produksiya olalar ekanman bu yerda. Undan tashqari 1 so'mga ham podarkalar beryapti qizlar. Ko'rsangiz bo'ladi. Menga пятноводитель berdi, adashmasam mana. Пятноводительda shu uchalasidan xohlagan bittasini, bitta produksiya 1 so'mga olsam bo'ladi. Mana yerda krem для рук, xohlasam для ног 1 so'mga olsam bo'ladi. Tanlaysiz. Mana shunday qilib kuponlaringizni ishlatasiz qizlar.